Yana nimadir kerakmi? O'tir. Xo'jayin bizga mumkin emas-ku. Xo'p. Nimadir xizmat bormi, xo'jayin? Orzuying bormi? Bor, xo'jayin. Nima ekan? Oyimlarni olib, bozorga tushib, xohlagan kiyimlarni olib bersam, keyin xolodilnigimiz har doim to'lib tursa, xohlagan narsamni yesam, keyin mana shunaqa restoranga oilam bilan birga kelib, menyudagi narxga umuman qaramasdan uydagilarni mehmon qilsam deyman. So'r bo'lardi, xo'jayin. Yaxshi orzu. Sizda-chi? Qanaqadir orzungiz bormi, xo'jayin? Bor. Xo'p. Nima? Bir oila bo'lib, stol atrofida shunchaki ovqatlanish. Yo'q, oilam bor. Hamma sog'. Lekin hamma band. Oilaga hech kimning vaqti yo'q. Kimdir har kuni salonga qatnaydi. Kimdir ishxonasida banket sanqiydi. Oilam bilan qachon stol atrofida o'tirib, bir oila bo'lib ovqatlanganimizni eslolmayman. Sen ertaga oilangni shu restoranga olib kel. Menyudagi narxga umuman qarama. Qo'ysiz, xo'jayin. Hozir menda unaqa pul yo'q. Keyin butun umr bu restoranda ishlamayman-ku, xo'jayin. Pul kerak emas. Faqat bitta iltimosim bor. Xo'p. Sizlar bilan oila bo'lib, bir dasturxonda ovqatlansam maylimi? Faqat yurdim.